alaykum qadrli obunachilar. Mana 3 kun so'rlarimiz ham do'konga chiqib oldi. Buni ko'rishlar mumkin. 3 ga 3 oyoqlari to'g'ri bagatli bo'ladi. Bularning taxtalarimiz 5 lik bo'ladi. 100% sasni har doimgidek aytib o'taman, halol bo'ladi. Shu joylari MDF bo'ladi. Shu qo'ygan joylarimiz. Qolgan hamma joyi 100% sasni. Bunimiz narxi 4.400.000 so'm. Endi shuni sherigi bor, mana bu yerda bo'ladi. Buni oyoqlari yong'oq, taxtalari 5 lik. Qo'llariga 4 pomni laksib chiqqanmiz. Qaylan ko'rishlar mumkin, ostidan layga qo'yib yuborilgan. Bu sveti Novot svet, buniki qarichni, boshqacharoq. Buni ham o'sha delalari ham deb bo'ladi. Orqalar bilan ko'rishlar mumkin. Bunimiz narxi 5.400.000 so'm akalar. Vodiy bo'yicha dastavkamiz tekin. Buni ham tekin qilib beramiz. Kameraga yozinglar, bu chiroyli chiqibdimi yo buni chiroyli chiqibdimi?